Assalomu alaykum azizlar. Yana bir yangi go'zal kun barchamizga muborak bo'lsin. Bugun 25-iyun, hafta kuniga muborak seshanba. Tinglovchilarimiz orasida o'z tavallud ayyomini qarshi olgan yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Va shu o'rinda o'zining 21 yoshini qarshi olgan singlimiz Shahzodaxonni yaqinlari va jamoamiz nomidan tabriklash maqsadida u singlimizga hozir qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum Shahzodaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Maylimi ozgina vaqtingizni olsak. Xo'p. Shu o'rinda o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Bobur Mirzo, 5 bola dekor va tabrik loyihasini boshlovchisi bo'laman. Bizga yaqinlaringiz tomonidan yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda 21 bahoringizni qarshi olibsiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Endi bir savol bersam sizga maylimi? Xo'p. Bizni loyihamizga kim buyurtma bergan, qaysi bir yaqiningiz buyurtma bergan deb o'ylaysiz sizni tabriklash maqsadida? Yo'qmi? Tabriklagan. Gulnazar ham bilan xabar bo'lsa kerak. Tabrik. Balkim boshqasidir, yana bir o'ylab ko'rarsiz. Gulnazar ham deng, ikkita nomimiz bor. Sekinat bo'lish kerak. Bittasini aytingchi, yaqinlashdingiz, bor, ikkalasini ichida bittasi bor. Gulnazar ham. Topdingiz. Asosiy tabriklovchi o'ziningiz Gulnozaxon bo'ladi. Va yaqinlaringiz, qaynonangiz Hamroxonaya, qaynotangiz Nozimjon tog'a, qaynog'angiz Dilshodjon aka va umr yo'ldoshingiz Davlatjon nomidan sizga dunyodagi eng ezgu tilaklarni yo'llab qolamiz. Va yaqinlaringiz nomidan ushbu she'rni sizga o'qib bermoqchiman. Sovg'a sifatida qabul qilasiz. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik, quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deydilar o'tkinchi dunyosi bir kam, o'tkinchi dunyoda chekmang g'am alam. Yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringizga sizni ham tilaklaringiz bo'lsa, bemalol ularga yo'llashingiz mumkin. Albatta, rahmat aytaman. Doimo baxtingizga sog' bo'lsin. Ayam bilan dadamga o'g'il sog' bo'lsin. Doimo bizni xursandchilik kunlarimizda yonimizda bo'lsin. Shu o'zim, akalarim, xo'jayinim doimo baxtimizga birga ko'p bo'laylik. Hammasiga baxt va salomatlik tilab qolaman. Ilohim aytganingiz kelsin. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Yaqinlaringiz baxtiga sog' omon bo'ling. Oqibatingizga ko'z tegmasin deb qolamiz. Rahmat. Endi qaysi qo'shiqni siz uchun qo'yib beraylik? O'zingiz yoqtirgan bir qo'shiqni aytingchi. Bo'lmasa? Mayli, unda o'zimiz siz uchun bir chiroyli qo'shiq qo'yib beramiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmang. Yaqinlaringiz baxtiga doim sog' omon bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Bahorning shamoli yetaklaydi meni sevgi tomon. Senda gapim bor, shoshma gapim bor. Qo'llarida shlapa, oppoq ko'ylaklaridan Dolce Gabbana kiyib olganmi deyman de. Montana, mana Montana, oy Montana, gaplarini eshitgani. Oh Montana, mana Montana, oy Montana, gaplarini eshitgani. Oh Montana. Meksikada yuribdi u yaramas. Nega uni xayolida men emas? Nega u men bilan hech ovora emas? Oh Montana. Meksikada o'zgasiga ishq qilib u qaramasin. Aslo qaramasin. Puerto Ricoda uchrashamiz hali sen bilan. Qo'llarida shlapa, oppoq ko'ylaklaridan Dolce Gabbana kiyib olganmi deyman de. Montana, mana Montana, oy Montana, gaplarini eshitgani. Oh Montana.
kelaman yonidan atayin, yana uni mensimay, uni mensimay. Oh, kelsin mayli mayli endi kela qolsanay, yorim kelsanay. Montana, mana mana Montana, oy 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 Montana.